Nervini aka yetdi. Bilat, jonim ishonasanmi? Endi men 10 kun degan endi ko'chaga chiqdim. Kunduzgi paytida akam aylantirib kelmoqchi-da. Puli bor ekan ishon. Ha, bolalarning qirchang'isi kim bilan gaplashyapsan? Ustozim 31-yanvarda maktabda o'qiydilar. Adayni pulimi cho'nchagimdan olib qo'yasan. Paskuda. Bilat, agar adam etmaganlarda-chi, bir ko'chaga olib chiqmasligim. Men ko'chaga chiqib bo'ldiga aka menga bir nima olib ber, qonim ochib ketdi. Hech nima bermayman men senga. Nima olib berishim kerak? Voy, iflos. Yaqinda qizing tug'ilgan kunida iltini 36-etajda gul bilan cheesecake misik qilib olib berding. Jigaringman-ku. Eshigini tagida olib ber, qaytib 36ga chiqmaymiz. Shunday. Aka meni ko'tarib ol. Oley, qo'lingni nima emasdan ko'tarishim kerak? Voy, oyog'im olib ketdi meni. Bilmasin menga, aylanib yurishga chiqqansan, aylanib yur. O'tgan kuni maktab orqasida qizingni hamda yelkangga olib chiqib, hamda ko'tarib, hamda ramatka qilganingni ko'rdingmi o'zimni ko'zim bilan? Qatta ko'rding. Shamolni qara, shamol qatta, ha? Sen qatta bo'lsang, men o'sha yerdaman, tushundingmi? O, tuvar, orqamdan kuzatib yurmagan, tushundingmi? Nima bering? Shikalatiyman. Uka, o'zing uyga yetib olasan, men o'rtoqlarim chaqirib qoldi, ketib olman. Xo'p. Voy, bo'pti, pul ber. Pishkom yetib olasan, yaqin u. Aka to'xta. Ha. Sen oqibating bor-ku, ba'zi blogerlar gibiga o'xshab qolibdi, tushundingmi? Nima? Naglichganing chopib boryapsan-ku. Akajonim, to'xting. Mehribonim. Bitta bag'ringga bosh, akajonim. Bo'pti, aka ketir. O'zim yeta olaman. Suka olamaydi deydi. Mayda ekan-ku. Paskuda! Just made an album 7